Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugun biz bo'yin og'rig'i to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi. Bo'yin og'rig'i bo'lsa, nihoyat ko'p uchraydigan klinik alomatlarning biri bo'lib, buning sabablari har xil bo'ladi. Birinchisi, bo'yin umurtqasining yoki bo'yin muskulining zaxmlanishi sababli og'rish. İkincisi bo'lsa, umurtqa oraliq taqtisining chiqib qilishi va yoki umurtqa so'ngigida so'ngak o'sish sababidan nervlarning besilib og'rishi. Undan boshqa yana bo'yin muskullariga tushgan besimning tampon bo'lmasligi tufaylidan ba'zi muskullarning yukini oshirib o'tishi sababli kelib chiqadigan og'riq qatorliqlar. Bu sabablardan og'risa odatda doktorxonaga berib ko'rinamiz va diagnoz aniq qo'yilgandan keyin kasallikka qarata davolash ilib boramiz. Unda bo'lsa sababsiz, hech qanday sabab yo'q, hech qanday zaxmlanmagan sharoitda yanada bo'yin og'risa yoki mo'ri, o'ng taraf mo'ri qo'shilib birga og'risa yoki sol tarafdagi bo'yin va sol taraf mo'ri qo'shilib og'risa, undaqda bu masala bo'yinning o'zida emas, balki ishki a'zodan kelgan bo'lishi mumkin. Bu ishki a'zo deganimizda hazm qilish sistemimizni ko'zda tutamiz. Undaqda buni ozroq bir aniqlamasak, unda bo'lsa bu qizil turg'uni diafragma deb ataladi. Bu ko'krak bo'shlig'i bilan qo'ysoq bo'shlig'ini ayirib turadigan qalin go'shtlik bir parda bo'lib, diafragma o'ng tarafidagi nervlar bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu bo'yin umurtqasidan chiqqan o'ng taraf bo'yin nervisidan kelgan. Bu sol tarafdagi diafragma nervlar bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu bo'yin umurtqasidan chiqqan bo'yinning sol nervlaridan kelgan. Sol tarafdagi rasm bo'lsa, bu nervining mangan yo'lini ko'rsatgan bir model ko'rinish. Undaqda rasm qaraydigan bo'lsak, buningda o'ng tarafdagisi jiga, uning ostidagi o't, sol tarafidagi seriq tug'uni bu oshqozon osti bezi. Bu o't suyuqligi jigardan eqib o'tga kelib saqlanadi. Undan keyin oshqozon osti bezimi har xil oshqozon osti bezi ajratib chiqaradigan moddalarni ajratib chiqaradi. Navoda mushu oshqozon osti bezidagi yo'llarda, bu o't yo'llarida bir kasallik alomati bo'lib to'xtalsa yoki bo'lsa ishib qolsa, yalliqlansa, o chog'da bu jigar va o'tdagi masala bo'lsa, bu o'ng tarafdagi diafragmani besib, uningga besim qilsa, o chog'da bu nervlar orqali og'riydigan rayon bo'lsa, o'ng taraf bo'yin va o'ng taraf mo'ri taraf og'riydi. Navoda oshqozon osti bezi, miyada oshqozon osti bezi, navoda oshqozon osti bezi ishib yoki bir kasallik alomati bo'lsa, o chog'da sol tarafdagi nervlar orqali bu bo'yinning sol tarafi va sol taraf mo'ri yaqin yerlar qo'shilib og'riydi. Undaqda bu ishki a'zolar sababli og'rigan bo'yinning og'rig'ini odatdagi og'riq to'xtatish dorisi yoki bo'lsa yalliq qaytirish dorilar orqali davolab saqaytib bo'lmaydi. Uning uchun nima uchun bu ishki a'zolarimizda kasallik paydo bo'ldi deb shu sababni tepib, shuni davolash orqali bu bo'yin og'rig'iga davo qila olamiz. Undaqda tuvandagi bir qancha sabablarni ko'rib boqaylik. Mushu sumayni ko'p ishiltish. Sumay deganda purchoq miyi, qo'noq miyi, g'ozir miyi, qichi miyi degandek maylarning asos tarkibi omega 6. Omega 6 degan badanning har qaysi qismida asti xarakterlik yalliqlish keltirib chiqaradigan bir xil modda. Bu davomli iste'mol qilgan chog'da har xil kasalliklarni keltirib chiqara oladi. Oshqozon hazm qilish sistemasida emas, boshqa badandagi bo'g'imlarda
hamma yerda og'riq keltirib chiqara oladi. Asti xarakterlik kasallik sababi bo'la oladi. Shuning uchun eng yaxshisi bu maylarni iste'mol qilmaslik kerak. Buni davomli iste'mol qilsa, bundan shu oshqozon, jigar, o't yo'llariga kasallik keltirib chiqara oladi. Bu mayda qayta qizdirilgan mayda pishirilgan yemeklar bular badanga texmi ziyonliq. Amallar cho'nglar bilan kichiklar bilan iste'mol qilmaslik kerak. Yana bir sababi bo'lsa, pishiqlab ishlangan donliq ziroatlardan ishlangan yemeklar. Bu yemeklar odatda biz deymiz oq un yaxshi emas, qora un yaxshi deb bug'doyning kepaklari bek tozalanib holatini iste'mol qilsak, bek pishiqlab ishlangan oq unga qaraganda yaxshiroq. Lekin yaxshi deb unimi ko'p iste'mol qilish bo'lmaydi. Az iste'mol qilishimiz kerak. Yana bir sabab shu meg'izlar odatda foydali, lekin bek ko'p iste'mol qilsa bu shu o't yo'li, oshqozon osti bezlariga g'idiqlik rol o'ynaydi. U chog'da og'rish, ishib, nervlarga ta'sir qilib, bo'ynimiz og'riydigan ahvol kelib chiqadi. Shuning uchun shu meg'izlar va meg'izni yasalgan qiyamlarni iste'mol qismi bek az iste'mol qilish kerak. Bir vaqtda bek ko'p iste'mol qilsa, u chog'da og'riqlarga sabab bo'lib qoladi. Undan keyin shu o'rab qochlangan yemeklar, bularni o'rab qochlangandan keyin bularga belgili miqdorda ba'zi ximiyalik moddalarni qo'shib to'g'ri keldi. Bular oshqozon osti beziga ko'p cho'ng ta'sir qildi. Shunga bunday yemeklarni ko'p iste'mol qilgan sol tarafdagi mo'ri bakrak sol bo'yon va mo'ri atrofi og'rish ahvoli ko'rildi. Bugun bo'yin og'rig'i to'g'risida qisqalam to'xtaldim. Bu to'xtalishga maqsad bo'lsa, har qanday og'riqning, masalan, bugünkidek masalan bo'yin og'rig'ini cho'qimli bo'yin tarafimizda mas'ul bo'lganlik uchun shu og'rimasdan, balkim nervlarning og'riq tarqitish sababidan ichki a'zolardan kelgan og'riq bo'lish ehtimoli borligini, undaqda mushta bo'lsa, bu og'riq bo'lish sababi bo'lgan, masalan, sumayni ko'p iste'mol qilish, meg'izliq mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish degandek. Shunday mahsulotlarni ko'p iste'mol qilgan bo'lsa, navoiyda bularni ozlasak ham u chog'da bu og'riq pasaydi yoki bo'lsa saqiydi degan gap. Shunga oddiy bir sabab qilish orqali o'zimizdagi mushtaq beyaramchiliklarga saqayishga sabab bo'la olsak, u chog'da davomli doktorxonaga berib yurishning hojati yo'q. Uning uchun bu to'g'riliq bir qisqacha savol berdim. Inshaalloh kelarki qatimda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat.